Assalomu alaykum. Sizlar bilan Taqtimjon. Bugun biz mana shu misolni ishlashimiz kerak. Bu misolni ishlashimiz uchun birinchi bob buni baqotga o'tkazaveramiz. Ya'ni 8 ni tengdagi o'tkazaveramiz. 8 minus x qavsga bortirib bo'lingan x teng bu ayirish bo'lsa 7 bo'ladi. 8 minus x bu qavs yozishimiz shart emas, teng bu faqat ko'paytirish bo'lib o'tadi. Ko'paytirish bu bo'lsa, demak ko'paytirib yuborsa 7x bo'ladi. 7x bu 8 qorpan kechirasizlar. 7x bo'lsa, endi 8 teng bu baqa plus bo'lsa 8x x teng 1. Sizlar bilan Taqtimjon bo'ldi. Biz bu mashni misol ishladik. Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Taqtimjon. Bugun biz shu misolni ishlaymiz. Bu misol birinchi qavsni ishlab olamiz. Buni ko'paytirish bu shuning uchun buni aralash kasrdan noto'g'ri kasrga o'tkazib olamiz. 10 bo'ladi. Endi bu 10 lik kasrda esa noto'g'ri kasrga o'tkazib olamiz. 9 bo'ladi. To'xtanglar, 19 ekan. Qisqarib ketsa teng 9 taqsim 3 bo'ladi. Keyingisi esa bu tomonni ishlaymiz. Demak, hammasini noto'g'ri kasrga o'tkazib olamiz. 10 taqsim 195 bo'ladi. Ko'paytirilgan. Mana to'liq ko'paytirishga olib o'tish ketyapman. Buni aralash kasrdan noto'g'ri kasrga o'tkazib almashtirib olamiz. Mahraj bilan suratda ko'paytirsa 4 kere 3 12. 12 ga 1 qo'shib 13. 13 pastiga tepasiga 3. Endi 195 bilan 13 qisqaradi. 13 da 1 qoladi. Buni 195 da 13 ga bo'lib yuborsak 15 bo'ladi. 15 bo'lsa 15 kere teng undan 45 bo'ladi. Endi ikkosini qo'shib yuboramiz. Qo'shib yuborsak, qo'shish turibdi, shunga qo'shib yuboramiz. 19 dan 3 qo'shilgan 45 dan 10. Endi bular umumiy mahraj bir xil basligi uchun umumiy mahrajga olib olamiz. Buni 10 ga ko'paytiramiz. Buni shu ko'paytirib yuboramiz. Endi teng login parolini bilasanmi? Bilmayman. Taqtimjon. O'zingni telefonni raqamiga yozilgan? Ha? O'shanga joy. 19 ni 10 ga ko'paytirib yuborsak 190. Endi 3 kere 10 bo'ladi, 30 bo'ladi. Endi qo'shilgan 45 kere 3 135 taqsim 30. 135 taqsim teng 30 dan 325 bo'ladi. 325 bo'ladi. Demak, birinchi qavs ishlandi. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchi qavs. Endi bu ayirishlik uchun bir umumiy mahrajga olamiz. 45 ayirilgan 4 taqsim 25 bo'ladi. Keyin teng buni ko'paytirib yuboramiz. 62 taqsim 75 ayirilgan 12 taqsim 75 teng 75 dan 50 bo'ladi. Ikkinchisi ham ishlandi. Endi bu yerda bo'lish bo'lgan uchun buni bunga bo'lib olamiz. Mana bu boshqa misol. Bu yerda yozyapman. 325 taqsim 30 bo'lingan buni bunga bo'lib olamiz.
75 50 bo'lsa, endi teng tepasiga yozyapman mana. Tepasiga yozib yuboraman. 325 taqsim 30 ko'paytirilgan, buni teskarisini qilib yuboramiz. Ya'ni 75 50 bo'ladi bu. Endi qisqartirib yuboramiz. Bular 3 ga qisqarsa, 3 ga emas, 15 ga qisqarar ekan. Bu 5 bo'ladi. 2 bo'ladi. Endi bu ikkovsini qisqartirib yuboramiz. 325 ni 55 da ko'rsak, agar 5 ga bo'lib yuborsak buni 5 ga bo'lib yuborsak, ana o'sha chekkaroqdan tushuntirgan, o'zing to'sib olib tushuntirganmi yo o'qiganmi? ana 325 bo'lsa, 325 bilan 50 5 ga qisqarsa, keyin yana qisqartirib yuboramiz. 6 bo'lsa 25 ko'rsa, 6 ta bo'lsa 25 ichida 65 bilan 10, yana 5 ga qisqartirib yuboramiz, ya'ni 25 ga 65 ni qisqartirsak 13. 13 bilan 2. 13 bilan 2 bo'ladi. Keyin bunga ko'paytirsa 65, 2 ni 2 ga ko'paytirsa 4. Teng 4 taqsim 65 bo'ladi. Ana bu misolda javobi bu chiqdi. Sizlar bilan taftinjam bo'ldi.